Assalomu alaykum. Arslon burji vakillarini ko'ramiz aprel oyiga. Arslon burji vakillari aprel oyida nimalar kutyapti? Qanaqa energiyada bo'lasizlar? Oydi boshi va energiyasi. Diyavol kartasi sizda, lekin judayam kuchli shaxs bo'lishingiz mumkin. Odamlarni boshqaradigan holatda bo'lishingiz mumkin yoki sizni kimdir ko'p manipulyatsiya qilishi mumkin. Sizda har xil keraksiz o'y-xayollar bo'lishi mumkin. Bu oyda va desatka jezlov. Korol chash, sizni kimdir ko'p bu oyda boshqarishga harakat qiladi. Sizga manipulyatsiya qilishi mumkin bu oyda. Iloji boricha erkinlikni va masofani saqlab qolishga harakat qiling. Peterka jezlov, kurashasiz, o'zingizni statusingiz, o'zingizni o'rningiz uchun kurashasiz, o'zingizni haqiqatingizni, o'zingizni o'rningiz uchun kurashasiz va bilasizmi, g'olib bo'lasiz. Siz haq bo'lib chiqasiz. Har bitta kurashish oyi desam ham bo'ladi siz uchun bu oyda. Juda ham ko'p nohaqliklar kelishi ham mumkin sizni hayotingizga. Semyorka monet, ish, pul davomi va shestorka moliyaviy tarafdan, pul energiyasi tarafdan aprel oyida juda ham omadli siz uchun. Ishlagan ishlaringizda daromad ko'rishingiz, baraka topishingiz, muammolaringizni pul bilan hal qilishingiz, ortiqcha xarajatlardan qutulasiz. Shaxsiy hayotda. Shaxsiy hayotda juda ham yaxshi holat. Aqlingizdagi insonni ozgina siz tushunmasligingiz mumkin. Aqlingizdagi inson sizga nisbatan baribir mehribon va sizni yaxshi ko'ruvchi holatda bo'ladi. Nimalar ro'y berishi mumkin yana bu oyda? Baxtli his qilasiz o'zingizni. Bu baxt tushunchasi sizga umuman boshqa kayfiyatda kirib kelishi mumkin. Sizni ruhiyatingizni ko'tarishi mumkin. Balki sizni hayotingizga aprel oyida sizni baxtli qiluvchi inson uzoqdan bo'lsa kelishi mumkin yoki hayotingizga yangi insonni uchratishingiz mumkin. Lekin shunda ham sizda ozgina ko'ra olmasliklar, qiyinchiliklar paydo bo'lishi mumkin. Pulga albatta ehtiyotkor bo'ling. Ozgina orzular ichida ham bo'lasiz, lekin hammasi o'z o'rniga ega bo'ladi. Runalarimizda ko'ramiz Arslon burji vakillariga. Pustoy sizga, ya'ni bo'sh. Aprel oyi yil davomi bo'yicha sizga yangi sahifa, yangi hayot, yangi boshlanish. Aprel oyida tuzgan rejalaringiz yil davomida davomiyligi. Aprel oyida hayotingizga yangi sahifa ochiladi. Hayotingiz yangitdan boshlaysiz. Nimalardan ehtiyot bo'lishingiz kerak? Ogohlantirish hamda maslahat sifatida qabul qiling bularni. Pul topish bilan ovora bo'lasiz. Pul kelishi va ajoyib yangiliklar. Juda ham ko'p yangiliklar keladi ham, ayniqsa ish bo'yicha, pul bo'yicha yaxshi yangiliklar davomiyligini ko'ryapman. Maslahatim, bor energiyangizni ishga va finansiy ishlaringizga qarating.
judayam barakali oy siz uchun. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Arslon burji vakillari, sizlarga omadimni tilab qolaman. Shifoli bo'lsin ochirimim.